Assalomu alaykum. Uz TV kanalida futbol yangiliklari ko'rsatuvi sizlar bilan Naim Olimov. Bugun ko'rsatuvimizda futbolning qaynoq yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. Barselonaning sobiq o'yinchisi Neymar dunyoning eng qimmat futbolchisi bo'ldi. Barselona futbol klubi Neymarning o'rniga kimni sotib olmoqchi? Shu kabi qiziqarli ma'lumotlar bugungi ko'rsatuvimizda. 3-avgust kuni Barselonaning sobiq o'yinchisi Neymar Fransiyaning Paris Saint-Germain futbol klubi tomonidan sotib olindi. Bu haqda barcha sport saytlari internet tarmoqlarida xabar bermoqda. Paris Saint-Germain Barselona futbol klubiga rekord darajada 222 million yevro to'lab Neymarni dunyoning eng qimmat futbolchisi qildi. Braziliyalik futbolchining yangi klubdagi maoshi 30 million yevroni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, 3-avgust kuni Neymarni sotilishga bir necha soat qolganida La Liga bu transfer bo'lishiga qarshi chiqqandi. Ammo yuristlarning harakatidan so'ng Neymar Fransiya klubiga o'tdi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda La Liga pul o'tkazishiga yo'l qo'ymagan va Neymar 222 million yevro miqdoridagi pulni Barselonaga o'zi to'lab, Paris Saint-Germainga o'tishiga yo'l ochgan. Neymar Paris Saint-Germain futbol klubida 10-raqam ostida o'yinga tushadi. Braziliyalik futbolchi 2013-yilning 26-mayida Braziliyaning Santos klubidan 57 million yevroga sotib olingandi. Neymar Barselonada 419 ta o'yin o'tkazib, 219 ta gol urgan va shuningdek 2 karra Ispaniya chempioni, 3 karra Ispaniya kubogiga va 1 marta Ispaniya super kubogiga erishgan. 1 marta Liga chempionlikda va dunyo klublari o'rtasida chempion bo'lgan. Hozirda Barselona futbol klubi Neymar ketgandan so'ng o'rniga yangi futbolchi izlamoqda. Barselona klubi dunyoning eng iqtidorli va yosh 4 ta o'yinchilarga da'vogarlik qilmoqda. Bular Liverpool futbolchisi Philippe Coutinho, Chelsea o'yinchisi Eden Hazard, Juventus o'yinchisi Dybala va Borussia Dortmund futbolchisi Ousmane Dembeledir. Ispaniya klubi Philippe Coutinho uchun 120 million yevro, Eden Hazard uchun 110 million yevro, Dybala uchun 90 million yevro va 19 yoshli Ousmane Dembele uchun 100 million yevro miqdorida pul taklif qilmoqda. Coutinhoni sotilishiga hozirda Liverpool klubining bosh murabbiysi Jurgen Klopp qattiq qarshi turmoqda. Eden Hazardni Chelsea klubi sotishga rozi bo'ldi. Faqatgina o'yinchining roziligini olish qolgan xolos. Shuningdek, Hazardga Real Madrid futbol klubi da'vogarlik qilmoqda. Dybala borasida hozircha ma'lumotlar yo'q. Bu o'yinchi sotilmasa kerak, sababi kontraktini yaqindagina cho'zdirdi. Ousmane Dembeleni esa Barselona tez kunlarda sotib olishi mumkin. Kanalimizning aziz a'zolari va mehmonlari, sizlarga yangi ko'rsatuv ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Yangi ko'rsatuvlarda kim haqida ma'lumot berishimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Shuningdek, kanalimizga mehmon bo'lgan tomoshabinlarni kanalimizga a'zo bo'lishlarini so'rab qolaman. Men esa sizlar bilan hozircha xayrlashaman. Sizlar bilan Naim Olimov bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'linglar.